Ulamolarning gapi borda, ey farzand, bilginki seni asabiyligingdan qo'rqib, ota-onang gaplarni terib gapiryaptimi, senga oq tushyapti. Bu xavfli jarayonda bugungi kun tadbirkor yigitlar borda, shu pul topadi ko'chada, o'qiladi, buqiladi, uyga borsa asabiyligini keksa ota-onasiga ko'rsatadi. Savol bersa, "Palonchijon, yaxshi keldingmi?" desa, gapni eshitmaganlikka oladi, javob bermaydi. Hansa kayfiyatim. Ovqat yeguncha ham qovog'ini uyib turadi. Ey nodon o'g'il, boshlig'ingdir, biznes hamkoringdir, rahbaringdir, oldi bergi qilayotgan og'ayningdir, nimadir desa, yaltoqlanib oldiga borishni bilasan. Lekin hayotingda gul toji bo'lgan, ishingda rivojiga katta hissa qo'shadigan va ishingda kaliti bo'lgan zotlarni nima buncha ko'nglini og'irtasan? Unutma, biznesing topiladi, oshna og'ayning topiladi, jo'rang topiladi, yoring topiladi, ota-onang topilmaydi. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.